Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ketdik dada. Rahmat. Men Manzuraman. Sodiqboyning xotini bo'laman. Meni qachon olib ketasizlar bu yerdan? Dada, uzog'i bir haftada olib ketamiz. O'g'lim, sen ham men bilan qolasanmi? Yo'q, dada, men qola olmayman. Bilasiz-ku, ishlarim ko'p. Meni tashlab ketasanmi? Aytdim-ku dada, ishlarim ko'p. Siz bilan telefonda men gaplashuvdim. Ha, sizmidingiz? Ha, aytgandek, xonalari tayyormi? Tayyor qilib qo'ydik. Aytganingizdek hammasi. Qanaqa xona? Lyuks palata. Hamma narsasi bor. Muzlatgich, televizor, hamma narsasi bor. Bir kishilikmi? Bizda bir kishilik xonalar yo'q. Lyuks bo'lsa ham hammasi 2 kishilik. Lyuksam 2 kishilik bo'ladimi? Ha, 2 kishilik lyuksimiz. Sodiqboy bir o'zlari yotadilar. Ikkinchi odamni keragi yo'q. Fe'llari juda ham yomon. Mayli, shunaqa qilamiz. Keyin ovqatlarga e'tiborli bo'ling. Ko'proq parhez taomlari yeydilar. Lekin goh-gohida oshiyman deb hatto kechasi ham so'rab qoladilar. Bizda o'zi qariyalarga parhez taomlar beramiz. U kishiga buni tushuntirib bo'lmaydi. Shunaqa odatlari bor. Tunlari osh yeydilar. Ozgina bo'lsa ham berib turinglar. To'g'ri aytasiz. Organizm ko'tarsa oz-oz berib turamiz. Shunday qiling. Alohida keyin hamshira bog'lab bering. Bitta odam qarasin. Xo'p bo'ladi. Ko'pchilikni xushlamaydilar. Xo'p. Agar biror yordam kerak bo'lsa, firmamdan albatta sizga yordam beraman. Homiy sifatida bu yerga pul o'tkazib turaman. Voy, rahmat. Yaxshi bo'lardi. Kamchiliklarimizni bartaraf qilardik. Yaxshi. Qo'ldan kelgancha qarashamiz. Rahmat, rahmat. Aytdim-ku dada. Bu yerda hamshira qizlar bor. Qaraydigan odamlar ham bor. 3 mahal ovqat berishadi. Dada, mazza qilib yotasiz bu yerda. Yotishmaza bo'lsa ekan. Mazamasda meni tashlab ketmagin bolam. Xo'p dada. Dadam bechora qanaqa odam edilar-a? Endi yalinadigan bo'lib qoldilar.